Kuni kecha mendan bir do'stim so'rab qoldi. "Botir, men kun davomida o'tirib ishlayman. Shu holatdan keyin menda uyga borganda tos sonida g'alati og'riqlar, ya'ni qanaqa diskomfortlar paydo bo'ldi. Agar sizda ham ko'p o'tirib ishlasangiz yoki ko'p o'tirib mashina haydasangiz yoki kam harakat qilsangiz, sizda ham tos sonidagi muskullar o'z elastikligini yo'qotgani hisobidan sizda qanaqadir diskomfort holatda bo'lishi mumkin. Bu holatda sizga gimnastik mashqlar ancha yordam beradi. Biz boshladik. Videoni saqlab qo'ying yoki shunday muammosi bor insonga bu videoni jo'natib qo'ying. 15 sekund. Keyin bu yoqdan chapga 10 ga, chapga 10 ga 15 sekund chekib bo'ladi. Bu yaxshi narsani qistirib olishimiz uchun ancha yordam beramiz. Hop, oyog'imizni tizzamizga qo'yamiz. Keyin oyog'imizni ko'taramiz. Mana shu holatga o'zi bilinadi. Sizlar cho'zilishni boshlaydi. 1 2 1 2 shu holatda 10 ta qilamiz. Endi asta-sekinlik bilan tizzamiz tarafdan shu oyog'imizga qarab tushiramiz. O'zi bilinadi. Qattiq og'riqdan bo'lsa shart emas. Yengil azmi diskomfort qilgan og'riqda to'xtatib yana qaytarasiz. Yana sekin, yana qarab. Yana qaytarasiz. Chap tarafga ham, o'ng tarafga ham xuddi shunaqa. Sekin tortib tushiramiz. Keyin yotamiz. Xuddi shu holatda. Mana, yotganimizdan keyin mana shu oyog'imiz turgan holatda mana bunga qarab tortamiz ekan. O'zi sizlarda mana shu tarafda sal diskomfort cho'zilish paydo bo'ladi. Sekin tortamiz. O'zi mana shu holatda turamiz. Xuddi boya aytganimdek ko'rpa yassin nima bo'lsa qo'yasiz, tezroq yumshatish uchun. 2 1 2 xuddi shu holatda ishlaymiz. Shunga o'xshagan muammolarda bu mashqlar menga yordam bergan, sizlarga ham yordam beradi deb o'ylayman.